Toshkent Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Haftada 2 marta bo'ladi. Seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Hozir ham ayni damda avtobusda yo'lovchilar joylashib olgan va safarga jo'nab ketish arafasida. Yo'lovchilarimizga oq yo'l tilaymiz. Agarda sizga ham xuddi shunday yo'nalishlarda biletlarimiz kerak bo'lsa, Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofis hamda kassalarimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki qarshingizda turgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni masofadan turib bron qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz hali oldinda, tanlovda adashmang.